Pasport olish ham qiyin ekan. Ana shunday videolar so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagramni portlatyapti. Xo'sh, rostdan ham hayvonlarga xuddi odamlarnikidek mana shunday ID karta beriladimi? Hayvonlarni identifikatsiya qilishda pasport hech qanday ko'rinishda taqdim etilmaydi. Cho'ponlarni 200-300 talab mollari, qo'ylari bo'ladi. Ular ham har bittasini bittadan o'tkazib chiqadimi? Guruh usulida identifikatsiya qilish bo'lmaydi. Faqatgina individualni, alohida identifikatsiya qilinadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bahsning markazida qonun emas, bitta so'z turibdi. U ham bo'lsa pasport. Aslida esa hujjatning asosiy mazmuni umuman boshqacha. Xo'sh, ro'yxatdan o'tkazilgan hayvon keyinchalik sotilsa yoki nobud bo'lsa-chi? Yangi hayvon olib kelsangiz 5 ish kunida identifikatsiya qilib bazaga kiritiladi. Agar bazadan chiqarish kerak bo'lsa, o'sha hayvonni sotib olgan odam 7 ish kunida tuman veterinariya bo'limiga murojaat qilish kerak. Agar qulog'ida berkasi bo'lgan bo'lsa, o'shani Vischinor elektron axborot bazamizda bizga kiritiladi. O'sha kiritilgandan keyin hayvonni egasini almashtirish degan joyi bor. O'sha yangi sotib olgan odamni pasport ma'lumotlarini kiritganimizdan keyin saqlash tugma orqali saqlab qo'ysa, onlayn ravishda o'tib ketadi. Ba'zida agar vafot etgan bo'lsa, u vafot etish sababini ham kiritiladigan bo'limlar bormi? Faqat vafot etdi belgilanadi xolosmi? Kasallanganda o'lgan yoki zaharlanishdami, o'sha to'g'risida ma'lumotlar oladidagini shu laboratoriya o'zida ro'yxatdan chiqariladi. Qushxonada so'yilganda avtomatik ravishda bazamizdan tirik hayvondan so'yilgan hayvonga o'tadi. Agar uy sharoitida o'zini to'yiga, ma'rakasiga yo boshqa maqsadlarda so'ygan bo'lsa, u uy sharoitida so'yilgan deb chiqadi. Ba'zida jamiyatning nimaga ko'proq e'tibor berishini bitta sarlavhaning o'zi ko'rsatib beradi. Biz qonunni mazmuniga emas, balki uning sarlavhasiga ko'proq e'tibor berdik. Vaholanki, ertaga ko'chada qarovsiz qolgan hayvon, yo'qolgan chorva yoki javobgarsiz egalar muammosi yana oldimizga chiqsa, aybni yana tizimdan qidiramiz.